Assalomu alaykum hammaga. Mana Samarqand Jomboyda har xil viloyatlardan, davlatlardan odamlar kelyapti. Shunga ko'rgazmaga chaqirdilar. Televideniya ham keladi. O'zbekiston 24 zo'r TVlar keladi. Mana hozir ko'rgazmaga chaqirilganmiz. Ichkarida bo'lib turgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Aravalarimizni olib keldik, reklamaga, televideniyaga chiqaradilar. Mana ichkari tarafga kirib, hozir sizga ko'rgazmadagi narsalarni ko'rsatamiz. Mana hamma joydan, hamma o'zini ishlab chiqaradiganini olib kelgan. Biz bu yerda aravalarimizni olib kelganmiz, 1 mosli, 2 mosli. Mana televideniyada ham bu yerda boshqa narsalar ham bor, tikuv narsalari. Hamma nimani ishlab chiqaradigan bo'lsa olib kelgan mana. Ko'rgazma bo'ladi-da bu yerda. Samarqand Jomboyda bo'lyapti. Biz ham aravalarimizni olib kelganmiz. Ishlab chiqarish bor narsalar olib kelish kerak. Mana biz ishlab chiqarishlarimizni olib kelganmiz. Aravalarimiz bor. Mana bu yerda mana imzolar olib kelganlar. Qaysi kollej, maktab nima ishlab chiqaradigan bo'lsa, shuni olib kelgan. Mana bu yerda hamma o'zini ishlab chiqaradiganini olib kelganlar. Mana bu yoqlar qizlar tikadigan narsalarni olib kelgan. Biz bu yerda aravalar olib kelganmiz mana. Hozir viloyatlardan, har xil Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlaridan ham tekshiruvlar keladi.